21. Aytoldining o'g'li o'gdilmishga pand nasihat qilganligi aytiladi. Aytoldining birla o'g'li bor edi. Bu o'g'lining yeshi kichik edi. Eti o'gdilmish asli pok edi. Chiroyi ko'rkam, mijoz xulqi oliyjanob edi. U o'g'lini o'z yeniga chaqirdi. Tutib quchoqladi va ko'zidan eqindek yosh to'kdi. U dedi: "O'g'lim, mana endi o'lib ketaman. Bu o'rnim va barliq mol-mulkim sana qoldi. Ko'zimning nuri senli eding. Endi sendan ayrılıvatıman, sen yaxshi qal." Bu Türk vaziri qandoq yaxshi aytgan ha? O'g'il qizni ko'rar ko'z nuri deb bil. O'g'il qizning g'emi tupsiz dengizdir. Qizil yuzni o'g'il qizning g'emi sarg'aytidi. Kimning o'g'il qizi va xotuni bo'lsa, u kishining qandoqmi uyqusi kelsin. O'g'il qiz tufaylidan ota zahmat chekadi. O'g'il qiz bo'lsa, otasining etini atamaydi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, quloq sol. Sözümni unutma. Manga ko'ngil qo'y. Manga qara. Men sening otang edim. Etim Aytoldi edi. Endi manga baq." Bu Aytoldining ömrü to'shdi. Ökünüş bilen nala qiladi-yu, uning foydasi yo'q. Hayat shirin, ölüm bo'lsa achchiqdir. Ölüm manga tayyorlandi. Endi qochar yo'lim qayerda? Bu dunyoga ko'nglimni berib avundim. Qara, u mendan bezib vabo qilmadi. Meni dunyo oldi-de, so'yib o'ziga chaqirdi-yu, ko'ngil berib edim, tezli yuz o'ridi. Dunyo jafo qildi. Bu baxt qayerdi? Senimi oldimisin? Bu so'zga ishon. Zarur ishlarimning hammasini yada qo'yib, havasga berilib, keraksiz ishlarni qildim. Hayot xuddi bo'rondek o'tib ketdi. Endi o'zimga ichinib foydasiz nola qilyapman. Para yoki mol berish bilan ishim o'ngshalmaydi. Bugun qo'limdan tutib yo'l ko'rsatgudek kishimmi yo'q. G'aflatdan uyg'ongan va o'limni to'liq tushunib bilgan kishi nima deydi? Angla. O'limni ko'rib, dononing bilimi ketdi. Aqlning aqli yo'qab, aqlidan qoldi. Bu o'limning tirnaqi nima degan yovuz? O'limning kishini yiqitmaqi nima degan ashaddiy? Yasadaq saroyni buzg'uchi o'limdir. Barliq yig'ilganlarni chashquchi o'limdir. She'r to'qig'uchi buningga taxlidan bir so'zni aytdi. Ey bilguchi, sen buni o'qig'in. Dunyoda hiyla qilg'ili bo'lmaydigan nima bor? Chora qilg'ili bo'lmaydigan qandoq hiyla bor? Har qandoq narsaga birli hiyla, chora tadbir bor. Faqat o'limga hiyla yo'q. O'lim hiysizdir. O'gdilmishning Aytoldiga suoli. O'g'il otasining so'zini angladi. Otasiga yuzlanib so'z ochdi. Dedi: "Ey ata, sana bir sözüm bor. Uni aytay, sen bana cevap bergin. Bu dünyada ko'p yashading. Bilim o'rganding, fazilat va hunar egileding. So'rading, anglading, hamma narsani o'rganding. Ko'pni ko'rib, tajribalik bo'lib yashading. Qandoq bo'lmasin, o'limga birer tadbir bormi? Ey zirak olim, agar bo'lsa, uni o'zingga ishlat. Agar boshqa bir hiyla amal bo'lmasa,
Barliq xazina melingning hammasini ulashtir. Xazina va mol beshinga badal bo'la olsa, esan omon bo'l, oltin kumush yana tepiladi. Ko'zi to'q, boshqalarga osh tuz beradigan saxiylarning xili nima deydi? Angla. Melingni kishilarga ulashtir, 100 gün, 200 gün. Meling seni tugatguncha, sen melingni tugat. Kishiga esallik kerak, mol kemiyib qolmaydi. Qush uchun hayot kerak, don kemib qolmaydi. İnsanlar hayatlı bo'ladi ekan, orzu tilika bo'ladi. Jon teni omon bo'lsa, orzusi yetadi. Aytoldining o'gdilmishki javobi. Aytoldi javob berib dedi: "Ey o'g'il, so'zimni angla. Bu ishdan voz kech. O'limga oltin kumush foyda bermaydi. O'limni bilim yoki idrok to'sib qololmaydi. O'limni dunyo meyli to'sib qololisi edi. Baglar begi o'lmagan, davomliq yashagan bo'lar edi. Hakimlarga hikmatlari foyda qilmadi. Donolarga bilimlari yordam bermadi. O'limga dora va davo foyda beralisi edi. Tevipla abadiy hayot yashagan bo'lar edi. O'lim kishiga 100 xotira qilsa edi, muborak payg'ambarlar o'lmagan bo'lar edi. Tug'ilgan tiriklarni o'lidi deb hisobla. O'lim uchun tug'ilganlardan kim tirik bor qoldi? Bu dunyo bir o'tingdirki, kagallar ketidi. Yeb to'ymas ajdarhodek yegan siri echirqaydi. O'gdilmishning aytoldig'i javobi. O'gdilmish angladi va dedi: "Ey ata, o'limingni yaxshi tushunib yetgan ekansan. Nima uchun hayotingni zoya qilib g'aflatda yashading? Endi nima uchun nola qilib pushaymon yeysan? Qoladigan bu mol dunyoni nima uchun to'plagan eding? Ortiq mollaringni nemishqa ulashtirmading?" İnsan o'zi g'aflatda yashagan bo'lsa, o'ziga o'kinsin, o'zini ayblasin. Ey ata, bugun o'kinib nola qilib, 1000 martam boshni yaga urishning nima foydasi bor? Aytoldining o'gdilmishga javobi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, angla. Meni ku g'aflatda bo'lma, oxirat ishini tut. G'ofillik meni xarob qildi. O'kinmoqdaman. Hushyor bo'l, g'aflatda yurma ey chiroyliqim. Tug'ilganlarning hammasi o'lish uchun tug'ilgandir. Har qancha urinsimi, oxiri o'lim majburiy ep ketadi. O'lguchi kishilarning hammasi vaqtning tutqinidir. Vaqti yetganda qarig'inki, oyig'ini qimir qilolmaydi." Shoir buningga taqlid qilib bir so'zni aytgan. Agar tushunsa, bu mukammal so'zdir. Har narsaning bir vaqti bor, kuni belgilikdir. Nafas elib tinishning soni belgilikdir. Yil, oy, kunlarning o'tkinidek umr o'tadi. Aniqki, o'tayotgan kunlar senimi ep ketadi. Aytoldi yana shundoq dedi: "Ey o'g'il, men qaysi ahvolda ketayotaman? Menga qarab o'yg'on. O'ylaydiganim faqat senla. G'am bilan ketayotaman. Bugun mendan kichik ayrilib qelayotasan. Mendan keyin qandoq ahvolda bo'lasan? Mening bundan boshqa g'am andisham yo'q." Balaga otining amgiki singan bo'lsa, o'g'lining mijoz xulqi obdan bo'lib yetishidi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lsa, o'g'li yaxshi bo'ladi. Ota onasining yuzi yorug' bo'ladi. Agar qattiq qo'l bo'lmasa, o holda o'g'il zoyi ketadi. Undoq o'g'ildan voz kech. O'g'li ota olim zerek bo'lsa, o'g'lini doim qattiq tutishi kerak.
ishning chorasi mushu. Beshidan ko'p ishlarni kechirgan, yeshi yetgan o'g'illik kishi nima deydi? Angla. Kimning o'g'il qizi erki bo'lsa, u yig'laydi va qayg'u hasratlik bo'ladi. Ota balini kichigidinla bo'sh qo'yib etgan bo'lsa, o'g'ilda gunoh yo'q, ayb otada. O'g'il qizning mijoz xulqi yomon bo'lsa, bu yomonlik qilgan o'g'lini yaxshilikdan mahrum qilgan otasi bo'ladi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lib uni o'qitsa, o'g'il qizi yetilib cho'ng bo'lganda so'yinadi. Ey ota bo'g'ichi, o'g'lingni qattiq tut. Keyin kela sendan kulmasin. O'g'il qizga fazilat, bilim o'rgatish lozimki, shu fazilat bilan xuy payli go'zal bo'lsin. O'gdilmishning oy to'ldiga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi: Ey ota, sening qayg'ungni yeb, ko'yib yonmoqdaman. Seningdan keyin menmi yashamasam edim. Sening qayg'ularingni ko'zim ko'rmasa edi. Mehribon egam, sening o'rningda mening jinimni olsa, menga bu qayg'ularni ko'rsatmasa edi. Agar unda qilmay sana ajal yetsa, demak bu ajal azalda shundoq putilgandir. Nima uchun qayg'urasan? Nima uchun yig'laysan? Xudodan hukm keldi, yig'lashni qo'y. Agar dunyo davlat qoladiganligi uchun yig'lagan bo'lsang, yig'lama. Bundoq zorlanish bo'lmaydi. Agar bu nozi ne'matlar qog'ini uchun yig'lagan bo'lsang, qo'y, yig'lama. Sendan avval ko'p dunyo yiqqanlar faryod chekib uni qo'yib ketdi. Bu vafosiz dunyoning oxiri jafo qilishini bilatding, o'zing g'aflatda o'tding. Barcha mol dunyo bir kishiga jam bo'lsa-mu, dunyo qoladi. Uning o'zishiga ikkili bo'z ketadi. Agar hayoting uchun o'kingan bo'lsang, o'kin. Tinmay yig'la, ko'zingni yoshdan quritma. O'tgan kuning yana yenib kelmaydi. Nima bo'lsangmi, endi tuning yiqillashdi. Bu qayg'u g'amlaring men uchun bo'lgan bo'lsa, g'am qilma, balki xushal bo'l. Sen yaratilgan eding, yaratilganlar o'ladi. Yaratilgan o'ladi-yu, yaratgan qoladi. Naiti mehribon, sehi otam eding. Ammo yaratquchi seningdinmi mehribondir. Seni o yaratdi, sana baxt berdi. Menga bermasmi? Bu so'zga ishon. Qadrsizga qadr qimmat uningdan tegadi. Uning xolishi bilan kichikka ulug'liq keladi. Sapsasang, aqlliqning so'zi buningga o'xshaydi. Aqlning bu so'zi aqlsiz uchun ko'zdir. Azizlarga izzat ko'rsatkuchilar haqiqiy aziz bo'ladi. Shunga izzat va azizlik qadrlikdir. O qadrsizga qimmat, kichikka ulug'liq, yomonga yo'lanchoq, cho'ngga yuksaklikdir. Oy to'ldi, o'g'lining so'zlarini angladi-da, qo'lini ko'tarib, ko'zini ko'kka tikdi. Xudo o'g'liga aql farosat berganligi uchun Xudoga ko'p shukr madhiya aytdi. Oy to'ldining o'gdilmishga javobi. Oy to'ldi aytdi: Ey o'g'lim, endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Xudoning fazli bilan baxt ichida yasha. İdraklik kishi to'g'ri aytganki, bu so'zga diqqat qil. Uning ma'nosini tushan va yaxshi zehn qo'y. Xudo kimga aql, idrok, bilim bersa, u butun orzu armonlarga qo'l yetkazadi. Kimning qiliqlari yaxshi, mijoz xulqi durust bo'lsa, u butun tilaklarga yetadi, oy kuni parlaydi. Yaxshi qiliq nurg'un yaxshiliklar uchun sarmoyadir.
mijoz xulqi yaxshi bo'lsa, ming turlik shodliqlarga erishadi. Oy to'ldi, yana qo'lini ko'tarib, Xudoga ko'p hamd sano aytdi. Dedi: "Ey egam, sen hamma narsani yaratding. Sonsiz jonliqlarni rizq bilan parvish qilding. Meni yaratding va baxt ichida yuksaltirding. Men sening gunohkor, toatsiz past bandangman. Shu vaqtgacha menga ko'p yaxshilik qilding. Ko'p orzularimga yetkizding, mol dunyo va ne'mat berding. Bütün arzu ne'matlarning hammasiga erishdim. Ey yaxshi egam, men sendan xushallik topdim. Menga hukming keldi, mana ketyapman. Birli o'g'lim bor edi, uni tashlab ketyapman. Ota edim, endi bu ota o'ldi. Egam, hayot sen, uningga baxt bergaysan. Uni halovatga yaqin, balodan yiroq tut. Har ikki dunyoda uningga yo'l ko'rsat. Yomondan saqlab, yaxshiga erishtir. Yemak ichmak, kiyim-kechakka muhtoj qilmagin. Chin ko'nglidan berilib yaxshi duo qildi. Ey yaxshi duo, sen balodan qutuldur. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarni boshlig'idir. Xudo kimga inoyat va yordam bersa, u kishi har ikki dunyoda baxtli bo'ladi. Qaysi bandasiga Xudo yor yo'lak bo'lsa, u ikki dunyoda tilikiga erishidi. Kimga bo'lmasin Xudoning fazli nisb bo'lsa, u barliq orzusiga yetib, ne'matlarga erishidi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib bir so'z aytgan. Kim aqlning so'ziga amal qilsa, ishi yurishidi. Tangri kimni asrasa, u asriladi. Tilikini topidi va yaxshi ne'matlarga yetishidi. Qaysi banda Xudoga ishonsa, o'ziga keladigan qayg'u baloning darvozasini taqaydi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi. Ey o'g'il, shuni bilgin. O'limingni unutma, o'ylan va hushyor bo'l. Tiriklikka ishonma, u shamoldek o'tib ketadi. Bexud bo'lma, bu dunyodan tezlik ketasan. Men seni tamoman Xudoga topshirdim. U xolisi asraydi, halovatga erishtirdi. O'kinish ichida ho'ngrab yig'lab, "Mana bugun seningdan ayrilyapman. Mendan keyin sen nima qilishing kerakligini bilginimcha aytib beray, angla."